Assalomu alaykum. Har qanday vaziyatda ogohlikni kanda qilmaydigan aziz tomoshabinlar. Assalomu alaykum. Doimo atrofdagi kutilmagan vaziyatlarga tayyor turib, kerakli joyda tezda qaror qabul qilishga tayyor bo'lgan vatandoshlar. Bugungi siz nima deysiz ko'rsatuvimizni bejiz bunday boshlamadik. Sababi esa juda ham oddiy. Biz bugun favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganida fuqarolardan nimalar talab etilishi va albatta jabr ko'rganlarga qanday yordam ko'rsatilishi haqida fikrlashamiz. Mavzuyimizning nomi ham favqulodda vaziyatdan keyin moliyaviy yordam. Jabrlanganlar haqiqiy yordam oladimi deb nomlanadi. Haqiqatan ham ko'rsatilgan moddiy yordam tufayli jabr chekkan xonadon to'laligicha moliyaviy ahvolini yaxshilab olmagan bo'lsa-da, ammo bu ham biroz ko'mak berishi shubhasiz. Aslida xalqimizda o't balosidan, suv balosidan o'zing asragin degan maqol bejiz aytilmagan, kutilmagan tabiiy ofatlar sabab inson odatiy turmush tarzidan butkul ayrilishi, eng achinarlisi esa uysiz, joysiz qolishi mumkin. Favqulodda vaziyatdan aziyat chekkan insonlar qanday yordam olishi mumkin? Favqulodda vaziyatlar yong'in, suv toshqini, yer silkinishi, portlashlar yoki texnogen avariyalar jismoniy shaxslarga ham, tadbirkorlarga ham katta zarar yetkazadi. Bunday paytda zarar ko'rgan shaxslar uchun davlat tomonidan va sug'urta kompaniyalari tomonidan yordam berish tizimlari mavjudligi quvonarli hol albatta. Agar mol-mulk, uy, avtomobil, maishiy texnika va boshqalar sug'urta qilingan bo'lsa, yuz bergan favqulodda vaziyat natijasida yetgan zarar sug'urta kompaniyalari tomonidan qoplab beriladi. Favqulodda vaziyat yuz bersa, hodisa haqida zudlik bilan sug'urta kompaniyasiga yoki bo'lmasam mana shu holatni rasmiylashtirish uchun mas'ul davlat tashkilotlariga, ya'ni Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Ichki ishlar boshqarmasi, yong'in xavfsizligi xizmatiga xabar qilish lozim. Albatta, xabar berish tartibi 3 kun deya belgilab qo'yilgan. Holat bo'yicha favqulodda vaziyatlar xizmati yoki boshqa mas'ul tashkilot xodimlaridan hodisa haqida akt yoki ma'lumotnoma qilishni so'rash, shuningdek zarar ko'rgan mol-mulklarning zararini baholatish lozim bo'ladi. Ushbu sanab o'tilgan harakatlarni amalga oshirish sug'urta kompaniyalari tomonidan zararni qoplash uchun talab etiladigan hujjatlarni taqdim etish uchun albatta lozim bo'ladi. Favqulodda vaziyatlarda sug'urta tovonini olish uchun mol-mulklar tibbiy ofatlar natijasida yetishi mumkin bo'lgan zararlardan sug'urta qilingan bo'lishi lozim. Bu turdagi sug'urtalar ixtiyoriy turdagi sug'urta hisoblanadi va mana shu mavzu bo'yicha o'z fikrlarini bildirish uchun studiyamizga mutaxassislarni taklif etganmiz. Savolim shundan iboratki, ana o'sha bugungi kunda qanday ko'rinishdagi favqulodda vaziyatlar ko'proq sodir etilyapti? Zuhriddin aka, marhamat sizdan boshlasak dastlab. Avvalambor assalomu alaykum. Umuman olganda o'zi avvalambor favqulodda vaziyatlar tushunchasi bo'yicha boshlasak, favqulodda vaziyatlarning tabiiy, texnogen, ekologik, transchegaraviy, lokal turdagi favqulodda vaziyatlar bor. Har bir favqulodda vaziyatlar hududlarga qarab sodir bo'lishi mumkin bo'ladi. Ya'ni mana misol uchun Toshkent shahar hududida barchamizga ma'lum sel suv toshqinlari kamdan kam uchraydi, bunday holat bo'lmaydi. U tog'oldi hududlarda bo'ladi. Ya'ni bilamizki, boshqa bir viloyat hududlarida bo'ladi. Toshkent shahar hududlarida ko'pincha uchraydigan holat, bu barcha ijtimoiy tarmoqlarda tarqaladi, sodir bo'ladigan yirik yong'inlar, shaxsiy xonadonlarda sodir bo'ladigan yong'inlar, ishlab chiqarish korxonalarida yong'inlar sodir bo'ladi, yoki ishlab chiqarish korxonalarida yirik yong'in sodir bo'lib, boshqa xonadonlarga zarar yetkazishi mumkin, yoki yana zilzila sodir bo'ladi. Zilzilalar sodir bo'lishi mumkin. Zilzilalar sodir bo'lishi bu yer yuzidagi barcha hududlarda sodir bo'lishi mumkin va bu zilzilalarni oldindan hozirgi kunda biladigan hech qanday qurilma, zamonaviy bir qurilma yoki bir hech qaysi davlat oldindan bila oladigan biror bir narsa o'ylab topilmagan, ixtiro qilinmagan. Shuning uchun ham mana hozirda favqulodda vaziyatlarni oldindan ko'rib bila olish juda qiyin bo'lganligi uchun sug'urta korxonalari ochilgan. Bu butun bir dunyoda hozirda eng katta rivojlangan davlatlarda ham barchasida deyarli sug'urta korxonalari bor.
mana bizlarda ham sug'urta korxonalarining har xil turlari bor. Bu sug'urta korxonalari insonlarni sug'urtalash bilan, biror bir mol mulkni sug'urtalash bilan, har xil turdagi sug'urta xizmatlari bilan shug'ullanadi. Agarda xonadon egasi o'z xonadonini sug'urta qilib qo'yilgan bo'lsa, bu yaxshi sug'urta korxonasi keladi joyiga, bizlarning profilaktik yong'in nazorat profilaktik inspektorlari tomonidan kerakli xat hujjatni oladi, ya'ni hodisa yuzasidan qanday holat yuz berdi, chunki sug'urta korxonasida shartnomasida o'zining shartlari bo'ladi, qanday turdagi holat sodir bo'lsa, shu turga qarab kompensatsiya puli to'lab beriladi. Chunki har qanday holatda ham to'lab berilmaydi, bu shartnomada ko'rsatilgan bo'ladi bu narsa. Va bundan tashqari shu bilan bir qatorda yana shuni fuqarolarga aytib o'tardimki, har qanday favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda avvalambor o'zlari shu favqulodda vaziyatlarga avvalambor tayyorgarlik ko'rib borsa, ular o'zlarining mol mulklarini o'ylashmasin, avvalambor sog'liqlarini o'ylashsin. Chunki insonning sog'lig'i bebaho bu ne'mat, har qanday mol mulk, har qanday moddiy mablag'dan ham yuqori hisoblanadi. Ko'pincha sug'urtaga ham e'tibor qaratish kerak, sug'urtalanish kerak, lekin avvalambor har qanday favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilishga o'rgansa, zilzila sodir bo'lganda to'g'ri harakat qilishga, yong'in sodir bo'lganda to'g'ri harakat qilishga, insonlar o'z sog'lig'ini asrasa, barcha moddiy boyliklar topiladi. Zuhriddin aka, mana shu fikringizga menda savol bor. Bu savolni esa birinchi bo'lib Latif aka fikrlarini bildirmoqchilar. Marhamat, undan so'ng beraman. Assalomu alaykum. Hozir mana Zuhriddin aka aytib o'tdilar, sog'liq muhimroq, mol mulki keyingi darajalik degan mazmundagi gapni. To'g'ri, haqiqatan sog'liq bebaho, lekin sug'urta, mana o'zingizlar ham kirish so'zingizlarda aytib o'tdinglar, agarda mol mulk har qanday manfaat, moddiy manfaat, mol mulk bo'ladimi, transport vositasi bo'ladimi, sog'liq bo'ladimi, sug'urta qilingan bo'lsagina favqulodda hodisa sodir bo'lganda sug'urta kompaniya yordamga kelishi mumkin. Sug'urta ishlaydimi degan savol ko'p oddiy odamlarda tug'iladi. Mana 2024-yil yakunlarini natijalariga qaraydigan bo'lsak, butun O'zbekiston bo'yicha mol mulk sug'urtasi bo'yicha 170 milliard so'mga yaqin sug'urta tovoni to'lab berilgan. Bu har xil holatlar, bu yerda umumiy holatda mol mulk bilan bog'liq bo'lgan holat. Yana mana yurtdoshlarimizga ma'lum bo'lgan oxirgi paytda bo'lgan katta texnogen avariyalarida eslab o'tmoqchiman. Buxoroda qattiq shamol bo'lib, ancha qishloq xo'jalik issiqxonalarga zarar yetgan. Unda ham sug'urtasi bor bo'lgan issiqxonalar kreditga olingan bo'lganligi uchun pul to'lab berilgan. Yong'in, suv toshqini, portlash yoki yer silkinishi. Bunday favqulodda holatlar sodir bo'lishining o'zi insoniyatni o'sha sarosimaga tushirib qo'yadi. Siz faqat aytyapsizki, sug'urtasi bor insonlargagina o'sha pul mablag'lari ajratiladi, ko'rilgan o'sha qoplab beriladi mablag'lar orqali. Lekin savollar yana tug'iladi-da, aynan mana shu vaziyatda birinchi bo'lib o'zi kim yordam beradi? Sug'urtasi bo'lmasa-chi? Umumiy holatda o'zi mana Zuhriddin aka aytib o'tgandek, favqulodda hodisalar bo'yicha respublika bo'yicha tizim bor. Har qanday favqulodda hodisa holatida birinchi navbatda shu maxsus xizmat, favqulodda hodisalar vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, tibbiyot xodimlari yetib kelib, birinchi navbatda u holatni bartaraf etish ishlari ko'riladi. Keyingi ikkinchi etapda bo'ladigan ish bu yetkazilgan zararni aniqlash, baholash va uni qoplab berish manbalarini aniqlash. Mana shu ikkinchi etapda bo'ladigan holatda yetkazilgan zarar aniqlangandan keyin, baholangandan keyin uni qoplash manbalari o'rganiladi. U respublika darajasida byudjetdan bo'lishi mumkin, mahalliy byudjet bo'lishi mumkin. Mana shu o'rinda sug'urta ham ishtirok etadi. Sug'urta qilingan mol mulk bilan bo'ladimi, odamlarda hayoti bo'ladimi, holatdan kelib chiqib turib. Har qanday holatda sug'urta ishtirok etadi agarda shu holatdagi jabrlanganlarni shu mulkiy manfaatlari sug'urta qilingan bo'lsa. Xo'p, moliyaviy yordam ajratishida qanday mezonlar va hujjatlar talab etiladi yoki bo'lmasa quruq sug'urta qilinganligini o'zi yetarlimi yoki boshqa hujjatlar ham bor? Chet elda bor bu narsa, hali bizlarga bu narsa endi bosqichma-bosqich kirib kelmoqda. Bunday holatlar yuz bergan. Misol tariqasida aytib o'taman, Shoxontohur tumanida 2019-yili 5 ta xonadon butkul yonib ketgan. Yong'inda to'liq
yongan. Ichkarida na mol mulki xonadonlarni, na bir hech narsasi qolmagan. Ko'chada qolib ketishgan fuqarolar. Unda sug'urta korxonalari ishtirok etmagan men bilishim bo'yicha, chunki u yillari sug'urta korxonalari juda kamdan kam uchraydi, u 2009-yillari. Unday vaziyatlarda maxsus hokimiyat tomonidan maxsus komissiyalar tuziladi, hokimiyat tomonidan yordam berish ishlari amalga oshiriladi qo'ldan kelgancha, ya'ni fuqarolarni vaqtinchalik uy bilan ta'minlanadi. Undan tashqari yana agar yirik favqulodda vaziyatlar yuz berganda yoki mana shu kabi fuqarolarga maxsus fondlar bor, fond tashkilotlari bor. O'sha vaziyatda adashmasam vaqf fondi ko'makdosh bo'lib, qo'shnilar yoki mahalla yordam berib, o'sha fuqarolarga barcha nima deydi, texnikalarni sotib berdi, uylarni qurib berishda yordam berildi. Hech qaysi fuqarolar yurtimizda men ko'rmaganmiz, mutlaq ko'chada qolib ketganligini yoki hech nima mol mulksiz qolib ketganligini yoki yirik turdagi favqulodda vaziyatlar yuz bersa, biror bir tumanda yoki tuman miqyosida suv toshqinlari yuz bersa, har bir favqulodda vaziyatlarga hukumat komissiyasi tuziladi. Bu davlat rahbari tomonidan topshiriq beriladi va har bitta zarar yetgan fuqaro albatta zarari qoplanadi. Ya'ni qanday turda uy joysiz qolgan bo'lsa, uy joy bilan albatta ta'minlanadi. Unga maxsus shartlar qo'yiladi, etiladi. Misol, xonadonni boshqa xonadonga almashtirib berish bo'yicha, xonadonni butkul tiklab bo'lmaydigan vaziyatga duch kelib qolgan bo'lsa, va boshqa turlarda fuqarolarimizdan shuni tushunchaga ega bo'lishlarini xohlardimki, davlat o'z fuqarolarini hech qachon ko'chada qoldirmaydi. Har qanday favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda, sug'urta korxonalari bo'lmagan nochor holdagi fuqarolar, oddiy holdagi xonadonlardagi fuqarolarimiz bo'lsa, ularga to'liq 100% deb aytib bo'lmayman qoplanishini. Lekin ular hech qachon ko'chada qolmaydi. Ularni qo'ldan kelgancha yashash tarzi tiklab beriladi. Rahmat aytamiz. Qimmatli vaqtingizni sifatli reklamaga sarf qilmoqchimisiz? Unda bizda reklama. Islomxon? Islomjonmi? Meni bolam uyish bilan bandda. Pul yig'ib uyimizni ta'mirlab berdi. Singlisiga telefon olib berdi. Kelinimdan ham bugunning o'zida necha marotaba xabar olib ketdi. Ana u keldi. Katta odam. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Teraflex Ultra tarkibida gingerol bor. U og'riqni yo'qotishga yordam beradi. Bo'g'imlarni tiklash uchun esa Hondra protektorlar va noyob kollagen saqlaydi. Teraflex Ultra. Adasi, eshitdingizmi? Marketda 50% chegirmaga promokod berishyapti. Katta oila uchun ko'p mahsulotlar marketda bor. Bo'lib to'lash mumkin. Marketda. Ajoyib market. Bundan tashqari, marketda mahsulotlarni solishtirish mumkin. Bu marketmi? Yo'q, bu boshqacha market. Market Yandex Go. Yandex Go'ni oching, marketga bosing va birinchi buyurtmaga mahsulotlarni Pochin promokodi bilan 50% chegirmaga xarid qiling. Qaynoqqina qahva, samimiy suhbatdosh va albatta siz sog'ingan qo'shiqlar. Xullas, xiyobonda ko'rishamiz. Yuqorida e'lon qilgan savolimni yana bir karra takrorlayman. Moliyaviy yordam ajratilishida qanday mezonlar va hujjatlar talab etiladi? Shular haqida ham soha mutaxassislari to'liq ma'lumotlarni aytib o'tishsa. Hasan aka, marhamat. Umuman olganda, agar sug'urta kompaniya bilan siz mol mulkingizni sug'urtalash bo'yicha shartnoma tuzgan bo'lsangiz, har qanaqa holatda bu favqulodda vaziyat yuz berishi bo'lishi mumkin yoki boshqa bir uchinchi shaxslarni, ya'ni siz bilan aloqasi bo'lmagan shaxslarni bostirib kelishi oqibatida zarar yetkazishi bo'lishi mumkin. Mana shunaqa zarar bo'lganda ham yoki bo'lmasa uyingizdan foydalanish jarayonida nimadir bo'lib, deylik, gaz plitasidan kelib chiqishi yoki bo'lmasa elektr uskunalaridan baxtsiz hodisa oqibatida zarar yetkazishiga sababchi bo'lgan hodisa kelib chiqishi mumkin. Mana shu hodisa kelib chiqqan vaqtida har biri bo'yicha alohida mana shu holatni tasdiqlaydigan hujjatni qilish kerak birinchi o'rinda. Chunki siz holatni tasdiqlaydigan hujjatni sug'urta kompaniyaga taqdim etishingiz sizni sug'urta tovonini olishingizga asos sifatida ko'riladi bu. Endi qancha muddatda ko'riladi? Siz bu hujjatni kimdan olasiz? Birinchi o'rinda, deylik, uy sug'urtalangan, yonib ketgan bo'lsa, favqulodda vaziyatlar murojaat etiladi.
kelib o'rganiladi, holat bo'yicha sizga ma'lumotnoma taqdim etiladi. Men endi buni aynan muddatini talab etiladi o'zi, 1 oymi? Ko'pincha murojaat qilgandan so'ng profilaktik inspektorlar tomonidan taqdim qilinadi. U narsa cho'zib o'tirilmaydi, chunki profilaktik inspektori joyini o'rganishda o'sha vaziyatda o'sha kundayoq ishga kirishadi. Ya'ni yong'in maydoni qancha, endi moddiy jihatdan emas, bizning profilaktik inspektorlari yong'in maydoni qanchaligi, nechta xonadonga zarar yetganligi, nechta xonadon zarar yetdi yong'in natijasida, balkim qo'shni xonadonga ham o'tdimi, o'sha ma'lumotnoma kirgizib beriladi va uni baholashda maxsus tashkilotlar bor, uni baholab berish uchun. Ma'lumotnomani qancha muddatda taqdim etasizlar? Mana shu bo'yicha to'liq javob bersak yaxshi bo'lar ekan menimcha. Fuqarolarning murojaati o'zi 10 kun ichida ko'rib chiqiladi. Shu 10 kun ichida fuqarolarga shu agarda o'z xonadonida yong'in sodir bo'lgan bo'lsa, 10 kun ichida ko'rib chiqib ma'lumotnoma taqdim etiladi. U ma'lumotnoma hech qanaqa muammoli vaziyat yo'q. U yerda yong'in maydonini qancha xonadon zarar ko'rganligi tasdiqlanadi. Shu aytganingizdek, hujjat sifatida haqiqatan ham misol bitta uy butkul yonib ketgan, to'liq yongan, mana buncha kvadrat metr maydon yonib ketganligi bo'yicha shunaqa ma'lumot beriladi. Jabrlanganlar qachon o'sha moliyaviy mablag'ni olishadi qo'llar. Mana shuni davom ettirib ketadi. Endi ketma-ketlikda bo'ladi bu vaziyat. Ma'lumot taqdim etdik. Mana ma'lumotnomani olishar ekan, demak 10 kunda ma'lumotnoma olinadigan bo'lsa, o'sha 10 kun ichida qo'shimcha qilinadigan yana bitta narsa bor, hujjat bu. Nima? Yetgan zarar qanchani tashkil etadi. Hozirgi kunda misol uchun uyingizni to'liq yonib ketgan desak, siz qancha summaga uyni sotib olgan bo'lsangiz, o'sha summa haqiqiy zararli summasi hisoblanadi. Sug'urta shartnomasini ichidagi anjomlar ham kiradimi? Yo'q. Sug'urta shartnomasini ichida sizni uyingizni tiklab berish uchun sizga ajratiladigan summa, demak uyingizni summasi bilan bir xil bo'lishi mumkin yoki undan kamroq bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda eng ko'p uchrayotgan holat nima? Ipoteka krediti orqali olinadigan uylarni sug'urtalangan holati. Sergelida yuz bergan texnogen ofat oqibatida uylarga zarar yetdi. O'sha paytda bizning sug'urta kompaniyamiz ham bir qancha xonadonlarga to'lov qilib berdi. Bu nima asosda bo'ldi? Birinchi o'rinda yuz bergan haqiqatan hodisa bo'yicha tasdiqlangan hujjat taqdim etildi. Uylarga qancha zarar yetdi? Mana shu ikkita hujjat asosida murojaat qilindi. Sug'urta kompaniya bilan tuzilgan shartnoma borligi tasdiqlangandan keyin fuqarolarning murojaatlari to'g'risidagi qonunga asosan sug'urta kompaniya 15 kun ichida ko'rib chiqadi. 15 kun ichida ko'rib chiqilgan holat yuzasidan sug'urta kompaniya to'lov qabul qiladigan bo'lsa, u to'lovni shartnomada ko'rsatilgan muddatda to'lab beradi. Bu bo'lishi mumkin 5 ish kuni yoki 10 ish kuni bo'lishi mumkindir. Buni shartnomada har bir kishi bilan tuzilayotganda alohida ko'rsatiladi. Deyarli 1 oy ketar ekanda. Umuman oladigan bo'lsak, hodisa yuz bergandan boshlab 1 oy atrofida sug'urta kompaniyalari tomonidan, ya'ni bizning kompaniya tomonidan, Kafil sug'urta kompaniyasi tomonidan 2018-yilda Qashqadaryo viloyati va uning tumanlari bo'yicha kuchli tabiiy ofat yuz bergan, ya'ni kuchli shamol, dovul natijasida bir qancha fuqarolarga sug'urta tovoni to'lab berilgan. Bundan tashqari Buxoro viloyatida 2020-yilda 300 dan ortiq fuqarolarga shu tabiiy ofat natijasida sug'urta tovoni to'lab berildi va bu bo'yicha Buxoro viloyatining boshqa tumanlari, bir qancha tumanlari bo'yicha da'vo arizalari kelib tushgan va da'vo arizalarini o'z vaqtida ko'rib, fuqarolarga amaliy moddiy yordam ko'rsatilgan. Rahmat ma'lumotlar uchun. Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 18-fevraldagi 94-sonli qaroriga binoan moliyaviy va moddiy resurslar zaxiralari, favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish uchun moliyaviy va moddiy resurslar zaxiralarini yaratish, ulardan foydalanish va ularni qayta tiklash tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlangan. Bu nizomga ko'ra favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish uchun moliyaviy va moddiy resurslar zaxiralari vazirliklar, idoralar, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari hamda boshqa tashkilotlar tomonidan ularni favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda shoshilinch ravishda jalb etish maqsadida yaratiladi. Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 29-apreldagi 171-sonli qarori favqulodda vaziyatlarning oldini olish va harakat qilish davlat tizimi. Bu qaror bilan O'zbekiston Respublikasi favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bunday vaziyatlarda harakat qilish davlat tizimi
to'g'risidagi nizom qabul qilingan. Unga ko'ra favqulodda vaziyat rejimida jabrlangan aholiga moddiy yordam ko'rsatish, favqulodda vaziyatlardan jabrlangan fuqarolarni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu o'rinda mutaxassislar marhamat fikrlarda mavzu yuzasidan davom etamiz. Zuhriddin aka, marhamat. Hozirda aytibdingiz, favqulodda vaziyat yuz berganda davlat tomonidan maxsus komissiya tuziladi, zaxiralari bor deb. Albatta, bunda respublika bo'yicha favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan mana shu kabi qo'mondonlik o'quv shtab mashqlari o'tkaziladi. Bu o'quv shtab mashqlarida shartli ravishda, misol tariqasida Toshkent shahar hududida zilzila sodir bo'ldi deb xabar berilib, aholini misol bitta tumanni harakatlari, barcha fuqaro muhofazasi tuzilmalarining harakatlari ko'zdan kechiriladi. Bunda mana shu kabi favqulodda vaziyatlar yuz berishda barcha davlat tashkilotlarining harakatlari baholanadi. Ya'ni favqulodda vaziyatlar vazirligidan. Misol uchun, favqulodda fuqaro muhofazasi tuzilmalariga bilamizki, hokimiyat, barcha hokimiyat tasarrufidagi barcha tashkilotlar, ya'ni fuqarolarga yordam beradigan kommunal tashkilotlar, hayot faoliyatini tiklash bo'yicha barcha tashkilotlar kiradi. Bunday vaziyatlarda har yili o'tkaziladi. Mana hozirda bizlarda favqulodda fuqaro muhofazasi tuzilmalari bilan favqulodda qo'mondonlik o'quv shtab mashqi bo'lib o'tdi Mirzo Ulug'bek tumanida. Bu bo'lib o'tgan mashqda fuqaro muhofazasi tuzilmalarini, ya'ni hozirda aytayotganingizdek, fuqarolarga zarar yetganda, zilzila jiddiy katta zarar yetganda qanday yordam ko'rsatiladi? Butun bir Toshkent shahridagi misolida qanday yordam ko'rsatiladi? Ularni qanday uy-joy bilan ta'minlanadi? Barcha jarayonlar u yerda real holatlarga yaqin holatda qilinadi. Ya'ni fuqarolarni avtobusga joylashtirib evakuatsiya qilish butun bir mahalla tizimida ko'rinishida va maxsus tumanlarda bilamizki, stadionlar bor, katta ochiq joylar bor. Ya'ni zilzila sodir bo'lsa, u yerda palatkalar, maxsus palatkalarni qo'yilib, fuqarolarga yordam ko'rsatish bo'yicha. Xuddi mana Turkiyada zilzila sodir bo'lgan kabi fuqarolarni vaqtinchalik uy-joy bilan ta'minlash bo'yicha hukumat tomonidan mana shu kabi mashqlar muntazam har yili o'tkazib boriladi. Ya'ni barcha fuqaro muhofazasi tuzilmalari doimiy ravishda tayyorgarlikdan o'tkazib boriladi. Rahmat ma'lumotlar uchun. Demak, sug'urta kompaniyasidan mutaxassislar tashrif buyurishgan, Umid aka va yana albatta boshqa mutaxassislarimiz ham tashrif buyurishgan. Savolim shundan iboratki, yuqorida aytishyapti, aynan o'sha faqatgina sug'urta qilingan xonadonlargagina moliyaviy yordam ko'rsatiladi. Mana shu o'rinda sug'urta qilmagan tomoshabinlarimizga qanday maslahatlar bera olasiz? Ishni nimadan boshlash kerak? Misol uchun deylik, ular qimmat deyishi mumkin. Ularga hamyonbop tarzda sug'urta qilish imkoniyatlari bormi, tariflari bormi? Endi yuqorida juda o'rinli fikrlar bildirildi mutaxassislarimiz tomonidan. Men ham qo'shimcha qilmoqchi bo'lgan bo'lardim. Endi birinchi navbatda bu sug'urta turi ikki turga bo'linadi. Birinchisi majburiy va ixtiyoriy sug'urta turlari. Biz ko'pincha shu ikkita sug'urta turini ajratib olishimiz kerak. Biz bunga oz gaplashayotgan mol-mulk sug'urta turi bu ixtiyoriy sug'urta turiga kiradi. Ya'ni sug'urtalovchi bilan mijoz o'rtasida o'zaro shartlar kelishgan holda, narxlar belgilangan holda sug'urta mahsulotidan foydalanadigan bu sug'urta turi bu. Shartnomada keltirilgan o'sha so'zlar, gaplarni ixtiyoriy sug'urta qiluvchini o'zi belgilab beradimi yoki ya'ni har ikki tomon o'zini manfaatidan kelib chiqqan holda, ya'ni biz sug'urtalovchi bo'ladigan bo'lsa va sug'urta qiluvchi bo'ladigan bo'lsa, o'zini shartlarini qo'ygan holda, o'zlarining manfaatlarini hisobga olgan holda, ya'ni ixtiyoriy sug'urta turlarida bu narsani hujjatini berish kerak, bu bermaslik kerak, yoki shuncha muddatda ko'rib chiqish kerak, yoki mana holatlarda rad etiladi, bu holat to'lab beriladi degan aniq tartib yo'q. Ya'ni fuqarolik bo'lsa berilgan holatlar bor, qaysi holatlar, tavsiya holatlar, ya'ni urush vaqti bo'lsa, musodara bo'ladigan bo'lsa yoki shu bilan o'xshash holatlarda qanaqadir mulkka yetkazilgan zarar bo'lsa, sug'urta qoplanmasi to'lab berilmaydi degan narsa bor. Bundan tashqari mol-mulk sug'urtasida bizga sug'urta qilish huquqi berilgan, ya'ni fuqarolik kodeksi, biz O'zbekiston Respublikasining amaldagi fuqarolik kodeksining 916-moddasida sug'urtalanadigan manfaatlar bor. Ya'ni g'ayriqonuniy manfaatlar, qimor o'yinlari yoki shaxsiy garovga olish bo'lgan zararlar. Ya'ni bu ichida shu 3 ta narsa sug'urtalanmaydi deb ko'rsatilgan. Qolgan mol-mulk sug'urta turi sug'urtalanadigan bo'ladigan bo'lsa, bizda yana fikrimizni boshiga qaytadigan bo'lsak, mana biz aytdikki, hozir favqulodda vaziyatlar xizmatidan Zuhriddin akamiz to'g'ri, sug'urta qoplamasi to'lab berilmasa, davlat tomonidan hozirgi kunda bizda endi borda ijtimoiy siyosat degan narsa bor. Shu o'zbekmiz baribir ko'chada kimdir boshqa tashvish tushib qolsa, imkon qadar shu mahallada qo'ni-qo'shnilar, qarindoshlar, jamiyat, davlat imkon qadar uni tiklashga harakat qiladi. Lekin hozir kapitalizatsiya rivojlanayotgan bir vaqtda har bir shaxs o'zini
qandaydir manfaatini himoya qilishni o'rganish kerakda o'zini o'zi. Ya'ni qanaqadir boqimandalik hissidan chiqib ketishimiz kerak. Shunda iqtisodiyot rivojlanadi deb o'ylaymiz. Sug'urta ham bitta instrument shunaqaki, sug'urta bu kambag'allikning oldini qisqartirib, kambag'allikni oldini oluvchi instrument, asosiy instrument. Endi biz ko'pincha ozgina mentalitetimizdagi qanaqadir qarashlar bordi. Masalan, 3 qavatli uy qurishimiz mumkin, qimmat uy qurishimiz mumkin. Endi buni mana soha vakillarini tasdiqlashi mumkin. Ichida hamma sharoit qilish mumkin. Qimmat konditsioner, qimmat televizor, qimmat mebel. Texnik jihozlar. Da, lekin xavfni oldini oladigan instrumentdan foydalanmasligimiz mumkin. Ya'ni yong'in chiqqanda yong'inni o'chiradigan instrumentdan foydalanyapmizmi, yo'qmi? Mana bular menimcha yaxshiroq bilsa kerak. Avtomatik xabarlash vositalari, yong'in o'chirish vositalari o'z vaqtida yong'in boshlanganda yong'inni o'z vaqtida o'chirish. Da, bu necha foizdan biz foydalanyapmiz-da? Biz hamma sharoit qilishimiz mumkin edi. Qimmat narsalar, hamma narsa, lekin bizni endi fikrimiz shunaqaki, Xudoning o'zi asrasin, to'g'ri? Biz Xudoga duo qilishimiz kerak. Demak, biz tayyor turishimiz kerak. Lekin biz sababini qilishimiz kerak. Sug'urta bu sizni mulkingizni himoya qilib bermaydi. Sug'urta bu sizni mulkiy manfaatingizni himoya qilib beradi. Ya'ni sizni pul mablag'ingizni yaxshi niyatda ota-onangiz umriga jo'natmoqchidirsiz, yaxshi niyatda nimadir to'y qilmoqchidirsiz, yaxshi niyatda nimadir jamiyatda sotib olmoqchidirsiz. Bu sizning mulkiy manfaatingiz. Agar siz sug'urtani bugun foydalansangiz, ya'ni sug'urta tarif shunaqaki, hozir O'zbekistonda boshqa chet el davlatlarga nisbatan olganda juda ham arzon. Biz doim sug'urta mahsuloti haqida gap ketayotganda chet elning mahsulotlari haqida gapiramiz, lekin narxini solishtirmaymiz. Bizda O'zbekistonda hozirgi kunda sug'urta tariflari juda ham past. Ya'ni agar men sizga oddiy qilib bir oyda uyingizda oziq-ovqat, o'sha ovqat pishirish uchun necha so'mlik gurgit ishlatasiz desam, kamida 10 ming so'm, 15 ming so'mlik gurgit ishlatishingiz kerak, to'g'rimi? Yoki bitta farzandingizga chupis yoki marojniy olib berish, shirinlik, supurgi yoki ozgina ichki tovoqni yuvadigan mahsulot ishlataman deydigan biz hozirgi kunda eng sharoitsa quyuqroq bo'lgan xonadon egalari ham kamida ko'zga ko'rinmas 50 ming so'm xarajat bo'lsa kerak bir oyda. Tushunarli, Umid aka, siz 1 yilda aytmoqchi bo'lgan fikrimni oxiriga yetkazib qo'yay. 1 yilda siz kamida 500-600 ming xarajatingiz bor siz shunaqa. Siz 500-600 mingga siz kamida hozir tarif hisoblaydigan bo'lsangiz 1 milliardgacha bo'lgan zarar sug'urta qilib qo'yishingiz mumkin. Amal qilish muddati 1 yil, ya'ni 1 yilga narxga belgilangan yoki siz birato'la 2 yilga qilishingiz mumkin, 3 yilga qilishingiz mumkin. Xonadonni sug'urta qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda sug'urta kompaniya bilan kelishiladigan narsa bu necha pulga sug'urta qilmoqchi. Aytaylik, va qanday mahsulot sotib olmoqchi? Uyi, misol uchun 1 milliard so'm turadigan uy. Uyni 1 milliard so'mga sug'urta qilinadigan bo'lsa, 1 yilga bu foiz hisobida sug'urta tarifi 0.01%, ya'ni 100 ming so'm bo'lishi mumkin. 1 milliard so'mlik uyni 1 yilga sug'urta qilsa, men taxminiy narsalarni aytyapman. Shu atrofda 100 ming so'm 1 milliard so'm ertaga uyiga biror narsa bo'lib qoladigan bo'lsa, sug'urta kompaniya 1 milliard so'mgacha bo'lgan zararni qoplab berish majburiyatini bo'yniga olyapti. 100 ming so'm uchun. Buni faqat uyda o'zi bo'lishi mumkin. Uyning ichidagi jihozlari ham qo'shaman deydigan bo'lsa, u ham qo'shimcha baholanadi, narxiga qo'shiladi. Ichidagi jihozlari bilan 1,5 milliard so'm deb baholansa, tushunarli, rahmat. 150 ming so'm bo'ladi. Endi shu joyga qo'shimcha ozgina nima qilsak, Ma'mudotga to'g'ri aytibdilar, hozir realni sug'urta tarifini belgilab berdilar. Endi siz qanaqa mahsulot sotib olishingizga bog'liq. Sug'urta mahsuloti bu mahsulot, tovar bu. Ya'ni sifatli mahsulot sotib olaman deydigan bo'lsangiz, qimmatroq olishingiz mumkin. Shunaqa mahsulotlar bor, masalan, uy joy sug'urta qilib qo'ydingizda, aytaylik, uy yonib ketdi, uy egalari ko'chada qoldi. Endi uyni pul evaziga tiklash kerak. Shunaqa mahsulotlar bo'lishi mumkin, sizga ijara pullaringizni to'lab berish mumkin. Sizga alohida xuddi shuni uyingizni qilib, boshqa joyga ko'chiradida, uy tiklangunga qadar 2 oygacha ijarangizni, masalan 3 oy bo'ladimi yoki qanaqadir texnika, ya'ni qanaqadir yoki texnika xizmatlari bo'lishi mumkin, yoki boshqa xizmatlari bo'lishi mumkin, yoki istisno tariqasida rad etilgan holatda deyarli bo'lmasligi mumkin. O'shaning uchun siz qanaqa mahsulot sotib olishingizga bog'liq. Rahmat ma'lumotlar uchun. Voy, eng qiziq joyda to'xtadi-ya. Siqilmanglar, hozir qaytamiz. Men doim shunday uchishni orzu qilardim. Yo'q, biz dam olamiz deb o'ylagan. Tizzalarim nolimasligi uchun menga Terraflex Ultra yordam beradi. Axir uning tarkibida gingerol bor. U og'riqni yo'qotishga yordam beradi. Bo'g'imlarni tiklash uchun esa Hondra protektorlar va noyob kollagen saqlaydi. Sizning sevimli bo'g'imlaringiz uchun Terraflex Ultra bor. Albatta tanlayapsizmi? O'zim yaxshi ko'rgan. Sizga tanlab beraymi? Yoqtiradiganing? Balki yaxshisini tavsiya qilarsan. Unisini tatib ko'rasizmi? Hozir kesib beraman.
Andalus halol hayot tarafdorlariga. Foydali odat yarim uy. TBC omonat oching va istalgan maqsadlaringizga pulni yengil yig'ing. TBC omonat foydali odat. Birinchi buyurtmaga marketda promokod berishyapti. Qaysi marketda? Market Yandex Go birinchi buyurtmaga mahsulotlarni Pochin promokodi bilan 50% chegirmaga xarid qiling. Ishoning, juda ham qaynoq bo'ladi. Marhamat Jasur aka. Assalomu alaykum. Avvalambor, albatta favqulodda vaziyatlar bu nafaqat inson hayoti, balki moliyaviy jihatdan ham katta yo'qotish hisoblanadi. Albatta buni oldini olish uchun bizada bir narsani aytib o'tish kerak bo'ladi. Sug'urta madaniyati yetarli darajada emas. Avvalambor biza sug'urta madaniyatini shakllantirishimiz kerak va sug'urta shartnomalarini agar ma'lum bir shartlar asosida tuzadigan bo'lsak, kelgusida davlatga tushadigan yuklamalarni sug'urta mablag'lari orqali buni kamaytirishga erishimiz mumkin bo'ladi. Rahmat fikrlar uchun. Akmal aka, marhamat davom ettirishingiz mumkin. Avvalambor assalomu alaykum. Bu yerda qo'shimcha qilib o'tmoqchi edim. Avvalambor shu sug'urta shartnomasini qilayotgan vaqtda sug'urtalovchi va sug'urta qildiruvchi bu yerda avvalambor e'tibor beradigan bir qancha turlar bor. Ya'ni bular o'sha sug'urta shartnomasining shartlari. Ya'ni o'sha favqulodda vaziyatlar sodir bo'ladimi yoki boshqa uchinchi shaxslar tomonidan o'sha mol mulkka nimadir ziyon ko'rinadimi? Bunda qanday vaziyatlarda qoplab beriladi? O'shalarni sug'urta qilayotgan sug'urta qildiruvchi birinchi o'rinda shartnoma bilan tanishib chiqish kerak. Ko'pchilik hollarda amaliyotda ko'ramiz, shartnomani o'qib chiqmagan, mana ipotechniy shartnomalarda bo'lib turadi buni qilib. Sug'urta hodisa sodir bo'lgan va ular sug'urta kompaniyaga murojaat qilgan, ular bildirgan da'volar bo'yicha shartnomada yo'q. Ular o'sha vaqtda imzolagan, tasdiqlagan. Birinchi o'rinda o'sha shartnomani imzolayotgan vaqtda o'sha shartnoma shartlarini yaxshilab tanishib chiqish kerak bo'ladi. Rahmat aytamiz. Soha mutaxassislariga agarda savollaringiz bo'lsa, auditoriya mehmonlari marhamat sizlarga so'z navbatini taqdim etamiz. Abduqahhor aka, marhamat. Assalomu alaykum. To'g'ri, hozir hamma o'zini sohasida gapiryapti. Xalq orasida tanishtirish ishlari borish kerakda. Hozir hamma gapirib chiqdi. Masalan, qaror chiqargan qaror bor, prezidentning qarori bor dedi, vazirlar mahkamasining qarorlari bor dedi. Qayerda bu pechat qilingan? Gazetada o'qimaganmizlar, internetda yo'q. Sizlardan hozir bilyapsiz bu narsalarni-da. Xalq nima uchun sug'urta qilmaydi? Tushuntirish yo'q. Xalq ichida targ'ibot ishlariga borish kerak, tushuntirish ishlariga borish kerak. Mana mahallalarni yig'ib yig'ilishlar o'tkazish kerak. Mahallalarda odamlar gapiradi, mana shunaqa qilish kerak deb. Shunda odamlar mana 90% xalq yo'q deyapsizlar sug'urta qilish. Sug'urtani ham reklama qilish kerak. Shunaqa ishlar borish kerak. Bitta o'tirib olib gapirish to'g'ri o'ng'ay. Hamma o'zimizni qilyapmiz. O'zingizni nima deydi? Oqlayapsiz. To'g'ri, bu yerda o'tirib olib. Xalqni ham o'ylash kerak. Qanday qilib ertaga sug'urta qilmagan odam pul olmaydi? To'g'ri, odamlarda bir xilda ishonish yo'q. Ertaga yuguradi, yaqa yuguradi, eshik yopiq, yaqa yuguradi, eshik yopiq. Bechora xalq keyin aytadi, qo'y deb foydasi yo'q deyiladi. Shuning uchun iltimos, mana shu iltimosim bor sizlarga. Birinchi o'rinda targ'ibot ishlarini olib borish kerak. Reklama qilish kerak. Internetga ko'proq qo'yinglar. O'qiylik, bilaylik, qarorlar nomerlarini yozingiz. Shunga qarab biz ham ishlaylik. Demak, targ'ibot ishlariga urg'u berish kerak deyaptilar. Marhamat. Umuman olganda to'g'ri aytyapsiz. Haqiqatan hozirgi kunda sug'urtani ishlash-ishlamasligi o'rtasida odamlarda fikr ikkiga bo'lingan. Ishonchsizlik ham bor. Ishlaydi deganlar alohida bitta guruh desak, ishlamaydi deganlar alohida bitta guruh. Ishlaydi degan guruh faqatgina mana shu sug'urta orqali foydalanib pul olganlar desak, adashmagan bo'laman. Sababi men o'zim bir necha yildan beri mana shu sug'urta bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarda Hasan sug'urta nomi bilan kanal yuritaman. Odamlarga yordam beraman. Holat bo'yicha yozishadi. Tushunmovchiliklar juda ko'p. Sug'urta ishlamaydi degan meni kuzatuvchilarimni umuman olganda ko'radigan auditoriyani ishontirgansiz. 90% sug'urta ishlamaydi desa, qolgan 1% sug'urtadan foydalangani uchungina ishonishadi. Nimaga insonlarda ishlamaydi degan mana shunday fikr bor. Bu fikrdan qanaqa qutulish mumkin? Mana shu fikrdan qutulish uchun men o'zimni
kichik qadamni qo'yganman bu bo'yicha. Endi qolganlar ham xuddi shunaqa yondashsak, menimcha tez orada bu ijtimoiy tarmoqlar orqali qilinishi biz oldingida mana bu televideniya orqali qilayotganimizdan effekti juda tez bilinadi. Misol uchun biz mana shu ko'rsatuv orqali odamlarni 1% ga, deylik 1000 ta odamga ko'paytirsak ishonuvchilarni sonini, lekin ijtimoiy tarmoq orqali bir kunda millionlab odamlar ko'radi, haqiqatan mana shu sug'urta ishlar ekan degan fikr o'zgaryapti. Lekin buni bitta kishi qilishi haqiqatan hali kam. Lekin hamma agar mana shunday yondashib, sug'urtadan muammoingiz bormi? Chiqing, yordam beraman deyman. So'rashadi. Haqiqatda agar yordamga ilojim yetadigan darajada bo'lsa, yordam berishga tayyorman. Shu o'rinda bir savol tug'ildi. Sug'urta kompaniyasidan kelgan mutaxassislarga siz o'zingiz uy-joyingizni sug'urta qilganmisiz? Javob bersam, to'g'ri savol. Hamma o'ziga berish kerak deb o'ylayman, lekin hozirgi bo'lib o'tgan gaplardan kelib chiqib turib, faqat O'zbekistonda bu odamlar sug'urtaga ishonmar ekan degan fikr shakllanishidan oldini olmoqchiman. Bu narsa butun dunyoda shunaqa. Chunki bu inson psixologiyasi. Hech kim o'zi bilan bir korxol yomonlik bo'lishini oldindan xohlamaydi, tasavvur qilmaydi. Men bilan bu narsa sodir bo'lmaydi deydi. Buni yaqqol tasdig'i ham bor. Mana 2024-yilda jahon bo'yicha barcha bo'lgan tabiiy texnogen ofatlar natijasida yetkazilgan zarar 320 milliard dollar bo'lgan. Shundan bor yo'g'i 140 milliard dollari sug'urta tomonidan qoplab berilgan. Yarmi ham emas. Qolgani sug'urta qilinmagan. Bu butun dunyodagi insonlarning shu psixologiyasi bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlar uchun, lekin meni savolim baribir ochiqchasiga qolib ketyapti, javobsiz qolyapti. Chunki hozir mana Abduqahhor aka aytayaptilar. Ko'pchilikda mana targ'ibot ishlari qilinmaydi va xabari yo'q. Aslida targ'ibot ishi o'zingizdan boshlanishi kerak emasmi? Sizni yon atrofingizdagi do'stlaringiz, qarindosh urug'laringiz sizni o'zingiz sug'urtadan foydalanganingizni ko'rib, keyin sug'urta qilishga oshiqmaydimi? Marhamat. Hozir shu savolingizga ozgina javob qilsam. Nima uchun o'zingiz qo'rqasiz? Mana shu jarayonda sug'urtalanishdan. Bu yerda qo'rqinch yo'q. Xo'sh. Avvalambor, chunki hozir aytilyapti, aholini sug'urta savodxonligi yo'q deyilyapti. Lekin unaqa talqin qilishdan hozirgi kunda aholini ko'p qatlami ilmli, ziyoli bo'lganligi sababli уже sug'urta nima, sug'urta savodxonligi qanaqa, sug'urtadan qanaqa pul olish kerakligini ancha tushunib qolishgan. Foydalanish tartibi. Uni уже aholi tushunib, bu narsa sug'urtani qanaqa yaxshi tomonlari borligini, qanaqa manfaati borligini tushunib borishyapti. Bu narsa hammasi shu sug'urta savodxonligini rivojlanishi, ya'ni aholi o'rtasida o'sha targ'ibot ishlari olib borilayotganligi, maktablarda, institutlarda, tashkilotlarda, korxonalarda bu narsa katta. Dildora, siz o'zingiz biror bir shaxsiy buyumingizni sug'urta qilganmisiz? Mashinadan tashqari albatta. Sug'urta qilganman. Transport vositamni sug'urta qilib qo'yganman. Mashinadan tashqari, chunki mashinadan uyimni ham, uy-joyimni ham sug'urta qilib qo'yganman. Chunki o'zim sug'urta kompaniyasida ishlayman. Sug'urtani mohiyatini, mazmunini, qanaqa naf keltirishini bilgan holda uy-joy xavf-xatarlardan sug'urta qilib qo'yganman. Hasan aka, marhamat, gapirmoqchilar Hasan aka. Mana shu narsani to'g'ri ochdingiz. Endi umuman olganda hamma o'zidan boshlash kerak degan narsaga qo'shimcha qilib aytmoqchiman-da. Bo'lish uchun albatta. Albatta. Mana bitta narsa, qadimda o'tgan masala bo'yicha bir kishi o'zini o'g'lini qovun ko'p yeganligi uchun bir donishmandning oldiga kelib, mana shu ko'p qovun yeyapti, urishib qo'ying deganda 40 kundan keyin keling degani kabi, men o'zimni uyimni, mashinamni, o'zimni hayotimni sug'urta qildirganman va kimgadir hayotingizni hammi? Albatta. O'zimni to'liq sug'urta qildirganman va kimgadir sug'urta qiling, bu ishlaydi degan vaqtimda aytadigan gapim ta'sirli chiqishiga bu narsa yordam beradi deb bilaman. Xo'p, shu uchun sug'urtangizga bir yilda qancha xarajat ketkazasiz? 2 million so'mdan yuqori. Bo'ladi? Bo'ladi. Lekin ertaga bu kun umuman hayotingizni uchiramasin deymiz. Mabodo shunday hodisa bilan to'qnash bo'ladigan bo'lsa, sizga yo'qotiladigan hech narsa yo'q. Chunki siz ehtiyotlarni qilib qo'yganlar. Ehtiyot choralarini albatta ko'rib qo'ygan hisoblanasiz. Bu narsada yo'qotish demaylik, deylik, men qo'shimcha o'zimni o'sha yo'qotishlarni tiklash uchun sababim bor.
shunaqa yo'qotishlar bo'lishi, bu sug'urta yo'qotish oldini olib bermaydi, lekin siz nimadir yo'qotsangiz, uni tiklashga yordam beradi. Qimmatli vaqtingizni sifatli reklamaga sarf qilmoqchimisiz? Unda bizda reklama. Teraflex Ultra tarkibida gingerol bor. U og'riqni yo'qotishga yordam beradi. Bo'g'imlarni tiklash uchun esa Hondra protektorlar va noyob kollagen saqlaydi. Teraflex Ultra. Yandex.Go katta chegirmalarga yaqinlashtiradi. KFC'dan ommabop taomlarni 40% gacha chegirma bilan buyurtma qiling. Va bu hali hammasi emas. Hammasi Yandex.Go ilovasida. Bizning didlarimiz farq qilishi mumkin. Lekin ko'pikli Jacobs Ice Latte bizni birlashtiradi. Jacobs, hayot lazzatidan bahramand bo'l. Xotinimdan iltimos qildim. Sizga ham tayyorladi. Sen ham buni xohlashingni bilgandim. Tim hammaga yetadi. Faol hayot tarzi juda ko'p kuch talab qiladi. O'zimni kuchli va go'zal his qilishim uchun menga kalsimin yordam beradi. Kalsimin bu tarkibida 5 ta mineral bor yagona kalsiy preparati. Minerallar kuchli suyaklar va nafis tirnoqlar uchun kollagen hosil qiladi. Men kuchliman va jozibadorman. Kalsimin. Bayer. Bizning didlarimiz farq qilishi mumkin. Lekin ko'pikli Jacobs Ice Latte bizni birlashtiradi. Jacobs, hayot lazzatidan bahramand bo'l. Qaynoqqina qahva, samimiy suhbatdosh va albatta siz sog'ingan qo'shiqlar. Xullas, xiyobonda ko'rishamiz. Shu o'rinda albatta savol tug'iladi. Davlat tomonidan bunday vaziyatlarda qanday yordam beriladi? Favqulodda holatlarda davlat tomonidan ham jabrlanganlarga moddiy yordam ko'rsatilishi mumkin, ammo bu yordamning hajmi va vaqti ko'pincha cheklangan bo'ladi. Shuning uchun xususiy sug'urta tizimidan foydalanish mol-mulk xavfsizligini kafolatlaydigan eng ishonchli choralardan biri hisoblanadi. Savol: favqulodda vaziyatdan jabrlangan shaxslarga davlat tomonidan qanday moliyaviy yordamlar ko'rsatilishi mumkin? Bir martalik moddiy yordam jabrlangan shaxslarga davlat byudjeti hisobidan to'lanadi. Miqdori zarar darajasiga qarab mahalliy hokimiyat tomonidan belgilanadi. Uy-joy bilan ta'minlash, uyi butunlay yoki qisman vayron bo'lganlarga yangi uy-joy berilishi yoki ta'mirlash xarajatlari qoplanishi mumkin. Ijtimoiy yordam va nafaqalar vaqtincha ishsiz qolgan, nogironlik olgan, oila boshlig'ini yo'qotgan shaxslarga qo'shimcha nafaqalar tayinlanadi. Sug'urta kompensatsiyasi agar mulk sug'urtalangan bo'lsa, sug'urta kompensatsiyalari orqali qoplanadi. Qarzlar va to'lovlar bo'yicha imtiyozlar, jabrlanganlarga bank kreditlari bo'yicha to'lovlar kechiktirilishi yoki qayta shartlash imkoniyati beriladi. Shu o'rinda eslatib o'tishimiz joiz, beriladigan moliyaviy yordamlar favqulodda vaziyatlar sodir bo'lgan vaqtdagi amaldagi qonunchilik hujjatlari, ya'ni favqulodda vaziyatlar to'g'risidagi qonun va tegishli vazirlar mahkamasi qarorlarida belgilanadi. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra favqulodda vaziyatlardan jabrlangan shaxslarga moliyaviy yordam ko'rsatish tartibi quyidagi asosiy qonunchilik hujjatlari va me'yoriy huquqiy hujjatlarda belgilangan. O'zbekiston Respublikasining favqulodda vaziyatlar to'g'risidagi qonuniga ko'ra moddiy yordam va kompensatsiyalar, qonunga ko'ra favqulodda vaziyatlar natijasida jabrlangan shaxslarga moddiy yordam ko'rsatish, jismoniy va yuridik shaxslarga yetkazilgan zararni kompensatsiya qilish bo'yicha tadbirlar amalga oshiriladi. Biz esa shu o'rinda yana mutaxassislarning mulohazalarini eshitamiz. Marhamat, auditoriyamizdagi mehmonlar o'z fikrlarini bayon etishmadi. Savollar bo'lsa mutaxassislarga berishingiz mumkin. Kimda qanday fikrlar bor yana? Marhamat, Latif aka. Respublikamizda hozir olib borilayotgan ishlar haqida aytib o'tmoqchi edim. O'zi bundaqangi favqulodda vaziyatlardagi katta talafotlar bo'yicha mana mutaxassislarimiz aytib o'tgandek, majburiy sug'urta tizimi, ixtiyoriy sug'urta tizimi bor. Majburiy tizim butun dunyoda keng tarqalgan. Xususan biz O'zbekistonda ham hozir jahon tajribasidan kelib chiqqan holda
shu tabiiy va texnogen holatlarda jismoniy va yuridik shaxslarni mol mulkini majburiy sug'urta qilish tizimini joriy qilish bo'yicha o'rganish ishlari olib borilyapti jahon tajribasi. Xususan mana Turkiya tajribasi o'rganilgan. U yerda qaraydigan bo'lsak, yer qimirlashdan majburiy sug'urta tizimi bor. Dunyodagi eng yaxshi tizimlardan hisoblanadi. Bizda ham shu tizimni joriy qiladigan bo'lsak, aynan faqat yer qimirlashni o'zidanmi yoki boshqa risklarni ham qo'shish kerakmi? Kimlarni, yuridik shaxs va jismoniy shaxslarni bir vaqtda o'zidami yoki bir ma'lum bir etaplarda joriy qilinadimi? Buni narxi necha pul bo'lishi kerak degan masalalar ustida o'rganishlar olib borilyapti. Umumiy holda yana aytadigan bo'lsak, sug'urta bu davlat byudjetiga qo'shimcha yordamchi moddiy shu mablag'larni yetkazib beruvchi, ta'minlovchi tizim hisoblanadi. Davlat tarafidan birinchi navbatdagi zararlar, xarajatlar amalga oshirilsa, lekin keyingi ikkinchi etapda yetkazilgan zararlarni qoplashda sug'urta eng katta yordamchi bu sug'urta tizimi hisoblanadi butun dunyoda ham. Albatta Latif aka, to'g'ri aytyapsiz va tomoshabinlarimiz ham mutlaqo fikringizga qo'shilishadi. Auditoriyamiz mehmonlarida savollar bor bo'lsa, marhamat Diyor. Bizda menimcha majburiy sug'urtalashga u darajada ehtiyoj yo'q, chunki seysmik faol zonada emasmiz. Hammani uylari o'sha zilzilada qulab tushishi mumkin deb hammaga ommaviy ravishda sug'urta beradigan yoki O'zbekistonning 3dan 2 qismi cho'lli hududlar bo'lsa, 3dan 1 qismi tog'li hududlar. Tog'li hududdagilar endi boyagi sel suv xavfidan ogohlantirish olib, ular uylarini sug'urtalagan taqdirda boshqa hududlardagilar ularga jabrdor emas va boya yuqorida aytilyapti, sug'urta madaniyati yo'q, butun dunyoda ham sug'urtaga qiziqishmaydi. Mana masalan, bankdan kredit olish uchun avval sarsangarchilik, otangga bor, onangga bor, falonga bor. Hozirchi smartfonimizda 3 daqiqani ichida kredit ola olamiz. Ko'pchilik qiynalmaydi, borib o'tirmaydi, eshik qoqmaydi, hattoki bankning o'ziga bormaydi. Sug'urta olish balki osondir, jarayoni soddaroqdir ehtimol. Lekin sug'urtadagi pullarni undirib olish uchunchi, sug'urta madaniyatini kim oshiradi? Odamlar kimdir qidirib topadi uni, kimdir qidirib topa olmaydi. Ularga targ'ibot yaxshi bo'lishi kerak. Targ'iboti ham qanaqa targ'ibot? Har safar aytaveradigan gapim gap bilan uqtirib bo'lmaydi. Amalda o'rnak qilib ko'rsatish kerak. Ta'bir joiz bo'lsa, reklamasi ham bo'lishi kerak. Yaxshi aytib o'tdingiz. Sug'urtani mana bor yo'g'i 3-4 yil oldingi vaqtda eslasangiz, eng mana shu mashinani fuqarolik javobgarligi, avtofuqarolik javobgarligi majburiy sug'urtasi qog'oz shaklda amalga oshirilardi. Hozir siz mana 2-3 yildan beri qog'oz shaklda polis olyapsizmi? Telefoningizda 2 daqiqada polis sotib olyapsiz. Xuddi shunday. Bu ham sug'urtada bo'lgan o'zgarish. Sug'urtada ham raqamlashtirish juda jadal ravishda olib borilyapti. Shartnomalar hozir to'liq elektron shaklga o'tkazilgan. Sug'urta da'volarini ko'rib chiqish ham elektron shaklga o'tkazish bo'yicha ishlar boshlangan. Xususan aytib o'tadigan bo'lsam, sug'urta kompaniyalar har bitta sug'urta da'vosi yuzasidagi arizani sug'urta bozorining yagona axborot tizimi bor. Shu yagona axborot tizimida siz fuqaro sifatida ariza berganingizdan bir kunda ichida arizani axborot tizimida ro'yxatdan o'tkazish kerak. Sizning murojaatingiz yuzasidan xulosasi, javobi tayyor bo'lganda, o'zi u javobi to'lov haqida bo'ladimi, rad haqida bo'ladimi, nima bo'lsa ham o'zini javobi, xulosasini bir kunda ichida ro'yxatdan o'tkazish kerak va sizga to'lov amalga oshiradigan bo'lsa, to'lov amalga oshirganligidan keyin bir kunda ichida tizimda ro'yxatdan o'tkazish kerak. 3 ta etapda. Bu nimani beradi? Bu yagona axborot tizimiga ro'yxatdan o'tkazilishi sug'urta nazorati bo'yicha vakolatli davlat organiga sizning murojaatingiz haqidagi ma'lumotni ko'rsatadi. Kompaniya ro'yxatdan arizangizni ro'yxatdan o'tkazdi, boya aytilgan 15 kunlik muddat ketdi. 15 kunning ichida sizning murojaatingizga javob bo'lmaydigan bo'lsa, sug'urta nazorati tegishli kompaniyaga nima uchun bu murojaatga vaqtida javob bermayapsan deb siz murojaat qilmasangiz ham sug'urta nazorati o'zi kompaniyadan so'rab yuborib, bu sizning murojaatingiz vaqtida ko'rib chiqilishini ta'minlaydi. Keyingi etaplarda ham
xulosasi to'lovi bo'yicha. Rahmat, to'liq ma'lumotlar uchun marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Men Alfraganus talabasiman. Hozir sug'urta to'g'risida to'g'ri gapirdinglar. Men to'g'risi bilmasdim bu narsani. Hozir mana amin bo'ldim. Demak, bu bizga davlatning yana bitta imkoniyati ekan. Davlat bizga yana shu bizani hayotimiz uchun, bizani mana ayniqsa mana shu talabalarni, yoshlarni, umuman xalqimiz uchun bu kerakli narsa ekan. Qanaqadir kerak emas narsalarni videoroliklarda hozir internet tarmoqlarida ko'ryapmiz-ku. Demak, shu narsani ham qanaqadir videoroliklar qilishmi, aytganlaridek qanaqadir reklamalar qilishmi, o'shani yaxshiroq xalq tushunishi uchun, yaxshiroq bu narsa to'g'risida ma'lumot olish uchun menimcha videoroliklar qilish kerak deb o'ylayman. Endi bu mening shaxsiy fikrim. Rahmat. Sog' bo'ling, rahmat fikrlar uchun. Amaldagi qonunchilik asosida aholiga bir martalik moddiy yordam, uy-joy tiklash, ijtimoiy nafaqalar, sug'urta kompensatsiyalari va moliyaviy imtiyozlar ko'rsatilmoqda. Bu chora-tadbirlar inson manfaatini himoya qilishga va ijtimoiy barqarorlikni saqlashga qaratilgan. Kelgusida yordam mexanizmlarining avtomatlashtirilishi, bu bilan aholi o'rtasida sug'urta madaniyatini rivojlantirish, aholini o'z mulkini himoya qilishga rag'batlantirish orqali davlatga tushadigan yukni qisqartirish, fond va zaxira mablag'ini oshirish, ya'ni mahalliy va markaziy budjetlarda favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik va javob choralarini moliyalashtirish uchun mustaqil rezervlar yaratish kabi yo'nalishlarda yanada samarali tizim shakllanishiga umid bildirib qolamiz. Bu yo'nalishlardagi islohotlar fuqarolarning favqulodda vaziyatlarda moliyaviy barqarorligini ta'minlashga va ularning hayotga qayta moslashishini tezlashtirishga xizmat qiladi. Ayzar, bugungi fikr almashgan mavzuyimiz yuzasida hali mulohazalar juda ko'p bo'lishi aniq, lekin biz ko'rsatuvni shu nuqtada yakuniga yetkazamiz. Yana ko'rishguncha salomat bo'ling. Hammaga rahmat. Salomat bo'ling.